Yaqinlar qaranglar, hozir kontentni jinnisini olaman. Men odamlardan pul so'rayman. Menga hozir kim qarz bersa, men pulini 2 baravarga oshirib beraman. Kuzatinglar. Sinan? Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlar? Bitta iltimos bilan yoningizga kelyotgandim-da. Hozir menga 50 ming so'm qarz berib tura olasizlarmi? Keyin kartalaringizni yetsanglar, men tashlab yuborardim. Просто hozir yo'l kiramga tushib qolibdi-da. Cho'nchagimdagi pulim. Mayli, berib tura olasizmi? Addushi, joninglar sog' bo'lsin. To'xtanglar. Qaranglar, men blogerman, ha? Video otdim. Menga qaranglar, 50 ming so'm berdinglar, men 50 ming so'm bering. Hozirda qaranglar, mana bunaqada yaxshilik hozircha, ya'ni 40 kun nimadirlar deylardi-yu, hozir sekundiga qaytadi. Men. To'xtang. O'sha 50 ming pulingizni, mana 50 ming bonus. Charchamanglar, xo'p. Yaxshilik qilish to'xtatmanglar, xo'p, bo'pti. Yaqinlar ko'rasizlarmi? Agar men sizlardan ko'cha-ko'yda pul so'raydigan bo'lsam, pul beringlar, chunki men pulinglarni 2 barobarga oshirib beraman. Sizlarni yaxshi ko'ramiz. Qani go!